Ota-ona bilasanmi, qaysi farzandini ko'proq yaxshi ko'radi? Bilmaysan-a? Yo'q, dada. Unda eshitgan. Meni-da, dada. Qaysi biri ko'proq azob bergan bo'lsa, taqdirimda bor ekan, sendan ko'p azob ko'rdim. Xudoga shukr, mayli. Ana endi nasib bo'lsa, o'sha muqaddas joyga borganda men sen haqqingga alohida duo qilaman. O'g'limga baxt ber deyman. Uzoq umr ber deyman. Sog'lom bola ko'rsin deyman. Uvali juvali bo'lsin. Xotini bilan uzoq yillar umr ko'rishsin deyman. Hali bolang katta bo'lganda aytasan. Men otam duosini olgan insonman deysan.